Men Namangan viloyati Mingbuloq tumani Alami qishlog'idanman. Ibrohim domla bo'laman. Mana shu yerda hozir o'zimni butash qanday holatda qilishligini hozir tepaga chiqib birgalashib o'rgatamiz. Bu praktikada o'tgan. Mendan ustoq bo'lishi mumkin. Hali o'zim tarovchilar, butovchilar, lekin o'zimda shu tajribamga qarab turib o'rgataman. Xato kamchiliklarni ammo o'zlaring kechirasizlar. Mana shu yangi chiqqan novda ko'rinib turgan narsa, ko'rib turgan masala 6 metr o'sdi yangi novda. Hozir narigi tomondagi qo'lma ishlab turgan novda esa 6 yil meva qildi. 6 yil. O eskirdi. Haligi tepasini o'sha 6 yilga xizmat qilgan, meva qilganda shu qirqib tashlasangiz, haligi o't meva qilgandan pasi qarimaydi. Yangi novdani qo'yaversangiz, hozir men qirqaman shuni. Qirqib umuman 6 yil to'laligicha meva qilgan haligi novda edi. Mana 6 yilda mevasi qaridi. Mana qirqdim. Mana ko'rsatib qo'yaman. Ko'rsatib qo'yish uchun tajribadagi narsani aytyapman xolos. Mendan usta uzumchilar bor, lekin o'zimni tajribamdan kelgan holda sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana shuni hozir mana yangi novdani o'shani o'rniga qo'yamiz. Yangi novdani. O meva qilinmagan novda. Mana shu ko'rinib turgan, qo'lma ishlab turgan narsa meva qilinmagan. Hozir narigi novdani 6 yil mehnat qilgan, ya'ni meva solgan narsani qirqib tashlaymiz. Chunki qirqib tashlamasangiz 7-yil, 8-yilga mayda bo'lib qoladi. Yaxshi xizmat qilmaydi, suv yurmaydi. Ana shuni mana qirqib olib tashlayman hozir o'shani. Yangi bir meva qilinmagan novdani qo'yaman hozir. Mana novdani qo'ydim. Mana shu yorimdagi tepamdagi ko'rinib turgan yangi novda meva qilinmagan, meva qilmagan. Mana shuni endi butyapman. Butashda ham o'zimda qirqishda, ya'ni bitta bug'umdan qo'yilishi kerak. Bitta bug'um qo'ysangiz yaxshi meva bo'ladi. Mana shu ko'rinib turgan narsa mana shu 6 metr bemalol o'sgan. Hozir bitta bug'umdan qo'yib qirqyapman. E'tiborlaring uchun. Meni yoshimga yetib yuringlar. Meni yoshimda ham o'zim malishga chiqib, men 72 ga kirdim. Mana 5-mart, bugun 5-mart, Xudo xolasa, 72 yoshman. 10-may kuni 73-yoshga kiraman. Bir oy qoldi 70 ga kirishimga. Xudo xolasa, meni yoshimga ketib sizlar ham mana shu maqsad qilinglar. Bu tepaga chiqib bu chol nima qilar ekan, 72 ga kirib yiqilib tushsa nima bo'ladi ekan. Bu har yilga qiladigan ishim bu. Har yilga qiladigan ishim. Chunki safarda o'g'llarim, kelinlarim qila olmaydi bu narsani. Mana tepaga chiqib, mana shuni bir bug'imdan qoldirib qirqyapman. Hushyor bo'ling deyotgan bo'lishi mumkin. Boboy, nimaga bu tepaga chiqib olib yiqilib tushsangiz bo'ladi, qarib nima keragi bor degan odamlar bo'lishi mumkin. Men o'zim ishqibozman. Mana shuni ana shu novda endi hozir ag'ni ham bag'ini ham qirqib tashlaydik, tozalab, mana shu meva o'sha o'stirganman, meva qilmagan haligi novda. Mana shuni endi tarab beylab qo'yganman. Beylab qo'ysangiz o'tgan yil meva qilinmagan. Bu yil Xudo xolasa yana bir 6 yil meva qiladi. Buni o'rniga yana yangi novdadan qo'yib, mana narga o'sha 40 tashagan, hozir 40 haligim olib tashladim. Mana shuni endi tarab beylab qo'yapman. Xudo xolasa bu yil yaxshi meva bo'ladi. Har yili bittadan novdani yangi nahol qo'yamanda 40 tashlayveraman. Shuna qilib tepasini meva beradigan joyini qirqib tursangiz, tagi mandagi, ya'ni 5 metr joyi qarimaydi, tomir ham qarimaydi.